Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz Dapper bilan storage protseduralarini chaqirish va Dapperda tranzaksiyalarni amalga oshirishni o'rganamiz. Keyingi birinchi Dapperda qanday qilib storage protseduralar chaqirishni ko'rib o'tamiz. Oldingi SQL darslarimizda storage protseduralar bilan ishlashni ko'rgan edik. Kelinglar takrorlash tariqasida bugun birinchi storage protseduralarni bir yana ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda men ikkita storage protsedur yaratganman. Xo'p, buning birinchisi. Xo'p, buning birinchisi hamma produktni chaqirib olish. Bu yerda men create protsedur komandasi orqali keyin s begin va end scope ichida select all products qilib query yozyapman va shu tariqasida ushbu queryni men database istalgan joyda yoki istalgan sistemada chaqirish mumkin. Bu hamma produktni chaqirish komandasi edi. Kelinglar ana endi keyingi storage protsedurani ko'ramiz. Bu insert product. Bu yerda insert products komandasini ya'ni begin va end scope ichiga yozganman va bu yerda ko'rib turibsiz, ya'ni multi parametr ishlatganman, ya'ni bir nechta parametr bor. Bu yerda ham xuddi shunday, ya'ni ushbu protsedurani bir necha sistemada ishlatishimiz mumkin. Keyinda buni biz Dapperda qanday foydalanishimiz mumkin? Bunda bizda oldingi darslarda ko'rib o'tganimizdek, ya'ni Lauren Dapper degan projektimiz ichida bizda kontrollerimiz bor, products controller va bu yerda bizda ko'rib turibsiz, bizda ikkita kontroller bor. Birinchisi post product controller metodi, ikkinchisi get all products async. Hop, keyingi birinchi get all products asyncda ko'rib o'tamiz. Demak, yaxshilab ko'rish uchun kattaroq qilaman. Ya'ni bizda produkt modeli bor va bu product id name price va bizda bitta query bor. Bu query select all from products. Bu yerda shunchaki query yozganmiz. Hech qanday storage protsedura yo'q. Va bu yerda query async metodi orqali databasedan hamma qatorlarni olib, uni ya'ni OK action result ichida qaytaryapmiz. Keyinlar buni sinab ko'ramiz. Application run qilamiz va bu yerda bizda Scalar API reference projektimiz bor. Demak, birinchi get, bu yerda request yuborib ko'ramiz. Demak, send qilganimizda bizda demak 5 ta produkt bor va bu produktlarni biz query orqali olib keldik. Ana endi bu produktlarni biz storage protsedura orqali chaqiramiz. Buning uchun birinchi bu yerda o'sha protsedurani sinab ko'ramiz. Demak, bizda execute yoki bo'lmasa exact qisqartmasi bilan, ya'ni biz select all products shunday buni kopiya qilamiz va buni qo'yamiz. Ana endi buni execute qiladigan bo'lsak, bizda ko'rib turibsizlar, 5 ta produkt bor va xuddi shuni kopiya qilamiz va C# projektga o'tib shunchaki komandani o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni oldin query turgan bo'lsa, ana endi storage protsedurani chaqiramiz va ushbu storage protsedurani query async metodiga to'g'ridan-to'g'ri berib yuborishimiz mumkin. Ya'ni hech qanday farqi yo'q. Keyinlar yana buni update qilamiz va projektni qaytadan ochamiz. Keyinlar endi bu yerga bitta breakpoint qo'yib, qanday ishlashini ko'ramiz. Ya'ni send qildik. Bizda breakpointga keldi. Products bor bizda va buni qaytarib yuborsak, demak ma'lumot hech qanday o'zgarishsiz keldi. Demak, storage protseduralarni ham xuddi querylar qanday chaqirsak, xuddi shunday run qilishimiz mumkin, ya'ni exec komandasi va protsedura nomi. Ana endi qanday qilib biz parametrli storage protseduralarni chaqiramiz. Xo'p, buning uchun oldingi bitta ya'ni misol namunani ko'ramiz. Bu yerda bizda http post metodida post product async ma'lumotimiz bor. Bu yerda bu bizga name va price ni olar ekan. Ana endi bizda insert komandasi orqali biz bitta query komanda chaqiryapmiz. Bu yerda o'sha insert komandasi va db connectionga execute qilamiz. Bu bizga ya'ni int qaytaradi, ya'ni asinxron tarzda. Demak, bizda ma'lumot bor. Ana endi demak bizda query bor va biz created ni shunchaki chaqirib qo'yapmiz. Xo'p, kelinglar buni ham ya'ni chaqirib ko'ramiz. Hop, bu yerda productsga o'tib test request. Hop, demak name ga aytamiz. Keyin shunchaki tarvuz va buning narxi
22 ming. Va buni send qilsak, bizda ya'ni created status orqali ma'lumot qaytdi. Bu yerga breakpoint qo'yib qo'yamiz va ana endi yana hamma ma'lumotni olib kelamiz. Bizda tarvuz produktimiz qo'shildimi? Ya'ni breakpointimiz bor. Continue qilamiz va ko'rib turibsiz, bizda mana eng oxirgi itemga tarvuz qo'shilgan, ya'ni biz bergan ma'lumot bo'yicha. Endi buni storage protsedura orqali qanday chaqiramiz? Keyinlar buni to'xtatib, xo'p, bu yerda aytamiz, xuddi shunday execute komandasi bilan, ya'ni insert product va bu yerga qavs ochilmaydi, ya'ni SQL, ya'ni TSQL da xuddi shunday, ya'ni qavs ochmasdan shunchaki ma'lumot chaqirib ketasiz. Bu yerda xo'p, ID ni beramiz, name ni beramiz va price ni beramiz va komandani yopamiz, ya'ni nuqta virgul ishorasi bilan. Va bu yerda biz yana berishimiz mumkin. Hop, new va bu yerda command command type degani bor ekan. Command type va bu yerda storage procedure. Ya'ni bu yerda storage procedure ekanligini aytib qo'yishimiz mumkin. Hop, argument cannot convert from command type to TB transaction. Keyinlar buni argument name ni ham to'liq berib qo'yamiz. Chunki ketma-ketlik bo'yicha, ya'ni bundan oldin biz tranzaksiyani ko'rishimiz kerak edi. Shuning uchun argument name orqali berib qo'ydik. Ana endi applicationni qaytadan run qilamiz. Aytgancha mana bu yerdagi ID, name va price bu yerdagi, ya'ni biz berib yuborgan dynamic object orqali kelinadi. Ya'ni ID, name, price, ya'ni o'zgaruvchilar nomi bir xil bo'lishi kerak. Keyinlar bu yerdan products ochamiz, test request va endi bu yerga xo'p, qovun deymiz bo'lmasa va uning qiymati nisbatan qimmatroq. Va bu yerda bizda breakpoint bor va komandani send qilamiz. Bizda insert komandasi bor. Hop, bu yerda nima? Couldn't find sort procedure exact insert products. Demak, bizda topolmadi deyapti. O'zi buni saqlanib qilganmizmi? Keyinlar buni olamiz va bir marta execute qilamiz. Bizda bor. Hop, xatolik, balki mana bu ortiqcha narsalar, lekin mana shu boya ishlagandi. Yana qaytadan yuboramiz ma'lumotni. Demak, bu yerda to'g'ridan to'g'ri storage protsedurani berayotganda bunda ozgina shart boshqacha ekan. Ya'ni siz protsedurani oldindan belgilamasdan ham jo'natsangiz bo'ladi ma'lumotni. Mana bu yerda xuddi o'sha select all product chaqirganda bu yerda ham execute insert product qilib parametrlarni berib va bu yerda o'sha parametrning qiymatlarini qo'ysak bo'ladi. Va bizda ma'lumot qaytdi. Ko'rib turganingizdek 201. Ana endi ya'ni products o'tamiz va test request va send. Endi bizda eng oxirgi qiymatda, ya'ni qovun degan qiymat qoldi. Lekin bu yerda xatolik chiqdi. Ya'ni biz bu yerga agar command type storage procedure qilayotgan bo'lsak, type storage procedure, bu yerda qiziq ishlamadi. Balki storage procedure qilganda bu ma'lumotni boshqa joyga olib keladi. Buni yana bir tekshirib ko'ramiz. Keyinchalik hozircha protseduradan xuddi komandan chaqirganday chaqirsangiz bo'lar ekan. Xo'p, undan keyingisi biz ya'ni storage protsedurada qanday chiqib parametr va parametrsiz chaqirishni ko'rdik Dapperda. Ana endi biz tranzaksiyalar haqida ko'rib chiqamiz. Tranzaksiya o'zi nima? Tasavvur qiling, sizda orderlar bor, ya'ni mahsulot bor. Siz korzinkaga kirdingiz va korzinkada sizda order shakllantirish uchun bitta order degan model bor. Va o'sha order modelda ya'ni kim sotib olyapti, qachon sotib olyapti va uning ya'ni order detaillari bor. Order detailda qanday mahsulot va uning narxi qanchaligini ko'rishingiz mumkin. Lekin sizda bitta
muammo chiqishi mumkin. Ya'ni bizning holatimizda orderni yaratib, order details yaratishda xatolik chiqsachi. Bizda shunday holat bo'lishi mumkin. Keyinlar buni Drive.io'da ya'ni chizib ko'rsataman. Birinchi, hop, buni o'chiramiz. Hop, bizda customer bor va bu customer bizning API'mizga yoki bo'lmasa bizning tizimimizga murojaat qilyapti. Demak, keyinlar buni qandaydir orders yoki bo'lmasa store magazinimiz bor. Bizning do'konimizga murojaat qildi va bizning do'konimiz, ya'ni bu mahsulotlarni o'zi bilan mahsulotni olib keldi. Bu kishini, bu foydalanuvchining mahsuloti juda ko'p va ushbu mahsulotlarning hammasini oldin bitta order degan modelimizga olishimiz kerak. Chunki hamma mahsulotlar qaysidir orderga tegishli bo'lishi mumkin, ya'ni qaysidir kartga. Keyinlar buning uchun bizda, ya'ni database'imizda bizda orders va order details degan ma'lumot bo'ladi. Order details. Muammo nimada? Agar biz bu foydalanuvchi uchun birinchi order yaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki order ordersiz mavjud bo'la olmaydi. Va har bitta order, ya'ni yaratilishi uchun uning order details ham bo'lishi kerak. Ya'ni order hech qachon, ya'ni bo'sh bo'lmasligi muhim. Ya'ni bu bizning biznes logikamiz. Lekin tasavvur qiling, siz orderni yaratish muvaffaqiyatli bo'ldi, ya'ni juda successful, lekin order details yaratayotganingizda sizda qanaqadir exception chiqdi. Yoki bo'lmasa siz juda ham endi siz yangi dasturchisiz va siz bu yerda, ya'ni hammasida bu yerda emas, validatsiyani o'rtaga qo'yib qo'ydingiz. Ya'ni shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni validatsiyani oldinda emas, balki validatsiyani bu yerda qo'yib qo'yishingiz mumkin. Keyinlar buni validation deymiz. Ya'ni orders uchun validation qilmaysiz, lekin order details uchun validation qilasiz. Va bu kichkina xatolik, lekin agar sizning applicationingiz shu tariqa ishlasa va mana bu validation sizda exception qaytarsa va bu order details chaqirilmasa, sizda bazangizda bitta ortiqcha orders paydo bo'ladi, lekin uning hech qanday ma'lumoti bo'lmaydi. Demak, bizda qanday yechim bor? Biz aytishimiz mumkin, agar qanaqadir validation xatolik chiqsa, borib database ordersni o'chirib tashla. Lekin bu nisbatan endi alternativ variant bo'lishi mumkin, lekin bizda yana ham boshqacha usul bor. Ya'ni biz bu yerda transaction scope degan narsamiz bor. Keyinlar bu yerga transaction deymiz. Ya'ni transaction bu scope. Ya'ni u o'z ichiga bir nechta logikani o'rnatishi mumkin. Ya'ni bizda database bilan connectionlar bo'lishi mumkin yoki bir nechta tablelarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Agargina transaksiya shunaqa narsasi bor, agargina bitta xatolik chiqsa ham hamma transaksiyani orqaga qaytarib yubor. Ya'ni siz store'ga ordersni qo'shdingiz va validation qildingiz, lekin validation xato qaytardi yoki bo'lmasa validatsiya ham yaxshi o'tdi va order details xatolik qaytardi. Ushbu holatda transaksiya nima qiladi? Bo'ldi, ya'ni hammasini orqaga qaytar. Ya'ni order details xatolik qaytarganda order details ham orqaga qaytaradi va orders ham orqaga qaytarib yuboradi. Va bu holatda sizning bazangizda hech qanday ortiqcha ma'lumot bo'lmaydi va siz umuman, ya'ni himoyalagan bo'lasiz bazangizda, ya'ni ortiqcha ma'lumot to'lib ketishi yoki bo'lmasa bazangizda xato ma'lumotlar to'lishi bilan. Keling, bu kodda qanday bo'ladi? Buning uchun bizda post order ma'lumoti bor. Hop. Post order bor. Birinchi buni hech qanday tranzaksiyasi shunchaki yozib ko'ramiz, chunki biz haqiqiy xatolikni oldindan ko'rishimiz kerak. Buning uchun keyinlar await this db connection execute va biz bu yerga bitta komanda berib yuborishimiz kerak. Keyinlar string sql string order insert command deymiz. Va bu yerda, mana bu yerda men bir ikkita komandani saqlab qo'ygan edim.
Ya'ni bu yerda o'sha ordersga ma'lumotni post qilish. Undan keyingisi esa ya'ni string order details comment. Order details insert comment. Va bu yerga keyinlar order details na komandasini insert qilamiz. Xo'p, birinchi DB connectiondan, ya'ni mana bu rasmni ko'rgandek, birinchi ordersda insert qilishimiz kerak bazaga. Buning uchun bizda order insert komandani va order modelini berib yuboramiz. Va bu execute, bu asinxron bo'lsa, ana endi bizda order уже yaratildi. Undan keyinlar validatsiya bizga kerak emas. Va biz endi order detailsni insert qilishimiz kerak, chunki har bitta orderning order detailsini ham yozishimiz kerak. DB connection, demak execute async va biz bu yerga o'sha orderning order detailsini qo'yib yuboramiz. Ana endi biz aytamiz return shunchaki create bilan qaytarib yuboramiz. Bu juda ham yaxshi ishlaydi. Keyin buni sinab ko'ramiz oldin. Hop. Bitta yangilab yuboramiz sahifani va ordersga o'tib, ya'ni post operatsiyasini chaqiramiz. Hop, buning uchun bizda mana bu yerda ya'ni bodyni to'ldirishimiz kerak. Hatto ozgina kamchilik bor. Bizga mana bu yerda produkt degan qism kerak emas. Va mana bu yerda order degan qismi ham kerak emas. Shunchaki model to'g'rilaymiz. Mana. Demak, bizda order bor va uning order detail ham mavjud. Keyinlar bu yerga bitta yangi ID generatsiya qilamiz va bu yerga orderga o'sha IDni beramiz va reference to'g'ri saqlash uchun order detailsning order IDsini ham shuni qilib qo'yamiz. Va keyinlar yana bitta ID generatsiya qilamiz va bu yerga shuni beramiz. Ana endi quantitiesini 3 qilamiz. Product IDsi bizda bazamizda qanday produktlar bor? Demak, keyinlar anor produktini olamiz. Demak, anor produkti bor. Order IDsi bor, quantitiesi bor. Endi customer name, keyinlar customer name'ni birorta ism, masalan, Akobir. Va order date esa 01/01/2025. Va buni ya'ni send qilib ko'ramiz. Bizda breakpoint bor. Demak, xato JSON value undate time. Undate time xato bergan ekanmiz, balkim 2025/01/01 shunday jo'natib ko'rakchi. Mana bizda order bor. Bizda order yaratilgan, demak customer name Akobir, IDsi bor, order date bor va order detailsi bor. Demak, bizda bitta order ma'lumotlariga tushdi. Endi keyingisi ko'rib turibsiz, ikkinchisi order detail ham ma'lumotlar bazasida bor. Endi keling bazadan tekshirib ko'ramiz. Demak, select all from orders. Demak, Akobir, mana Akobir mijozi ismli mijozimizda demak ma'lumot bor. Keyin shuni IDsi orqali order detailsni ham ko'ramiz. Details where order ID mana bizda bitta order bor, ya'ni o'sha anor produktimizda. Endi agar xatolik chiqsa nima bo'ladi? Aytaylik, sizni o'rtada validatsiya amalga oshirdingiz yoki bo'lmasa order details sizda xatolik qaytardi. Bu bo'lishi mumkin, chunki ba'zida bir xil ma'lumot yaratayotganda yoki baza bilan connection bo'lib qolganda, uzilish bo'lganda xatolik o'tishi mumkin. Keyinlar shunchaki bu yerga throw new exception deymiz. Va application qaytadan refresh qilamiz. Xo'p, endi ma'lumotni qaytadan yaratib ko'ramiz. Buning uchun bizga bitta yangi ID kerak. Demak, ID ni oldik.
va bu yerda ham order ID ni to'g'ri berib qo'yamiz. Xo'p, demak yana bitta ID ni generatsiya qilib, demak ana endi ism Akobir emas, balki Shohruxxon. Va bu yerda quantitiesini keyinlar 5 ta qilamiz. Xo'p, demak execute qilamiz. Bizda ma'lumot bor. Connectionga bitta o'z kechirasizlar, database bitta ma'lumot qo'shdik va bizda xatolik o'tdi. Endi ko'rib tursa, bu yerda xatolik chiqdi, lekin muammo biz bu narsani orqaga qaytarib yuborishimiz kerak. Ya'ni bizda o'sha jarayon payti qandaydir xatolik chiqdi, bizga ortiqcha ma'lumot kerak emas. Uni tozalab tashlashimiz kerak. Lekin biz agar ordersni ko'radigan bo'lsak, bizda mana Shohruxxonga bitta orders bor, lekin uning order details'i mavjud emas. Bu xatolik. Ya'ni order detailsiz mavjud bo'la olmaydi. Chunki har qanday xaridda ham nimadir sotib olgan bo'lishi kerak. Keling, bu yerda bizga nima yordam keladi? Bu yerda bizga transaction degan bir proses, jarayon yordam keladi. Bu qanday bo'ladi? Buning uchun keyinlar bu yerga bitta connection using, demak bizda transaksiya degan o'sha narsa bor, ya'ni jarayon. Keyin birinchi bizda transaksiya ikki xil usul bor. Birinchisi connection orqali transaksiya ochib olish, keyingisi esa transaction scope. Birinchi transaction o'zi connection orqali transaksiya ochib olamiz. Buning uchun kelinglar, hop, mana shu db connectionni open metodi orqali, ya'ni connection ochib olamiz. Chunki transaksiyani ishlatish uchun biz connection open metodini chaqirishimiz juda ham muhim. Ana endi aytamiz, this db connection dot begin transaction, va bu bizga bitta o'zgaruvchi yaratib beradi. Keyinlar buni SQL using for transaction, va bu yerda keyinlar buni type'ini ishlatamiz. Bu SQL transaction ekan, ya'ni SQL transaction. Hop, ana endi keyinlar buni bitta try catch'ga o'rab olamiz. Sababi agar qandaydir xatolik chiqadigan bo'lsa, o'sha bazadagi o'zgarishlarni orqaga qaytar. Ya'ni oldin mana bu yerda orders qo'shyapmiz va orders qo'shganimizdan keyin qandaydir xatolik chiqsa, mana shu ordersni ba'zida saqlama, ya'ni yo'q qil u ma'lumotni. This emas, ya'ni transaction and rollback, ya'ni bu qaytarib yuboradi va shu yerda return status code, va bu 500. 500 bu internal server error, ya'ni serverda qandaydir xatolik chiqdi degan. Va har bitta debugga run qilayotganimizda, ya'ni qaysi transaksiya ichida run qilayotganimizni ko'rsatib ketishimiz kerak. Demak, connection ochdik, transaksiya yaratdik, transaksiyani amalga oshirdik va qandaydir xatolik chiqdi. Xatolik chiqqanda rollback qilishimiz kerak. Agar xatolik chiqmasa, hamma transaksiyani tugatib bo'lgandan keyin transaction commit'ni chaqirishimiz juda muhim. Agar siz transaction commit umuman chaqirmaydigan bo'lsangiz, bu sizda, ya'ni qachonki transaction dispose bo'lib ketayotgan paytda, chunki biz using ishlatyapmiz, dispose bo'layotgan paytda xatolik o'tadi, transaksiya bo'lmadi va xatolik o'tganda transaksiya ichidagi har qanday queryni, ya'ni execute qilmaydi, rollback bo'lib ketadi. Ya'ni bu ushlamagan xatolik. Eng yaxshi yechim bu hamma queryni run qilganingizdan keyin oxirida transaction commit'ni chaqirib qo'yishingiz kerak. Xo'p, keyin applicationni run qilamiz. Xo'p, demak bu yerdan bitta ID ni olamiz, copy qilib. Xo'p, order ID ni qo'yamiz va bu yerda yana bitta ID ni olamiz. Kelinglar, bu yerda name bo'yi Shohruxxonmidi, endi keyin buni Amirxon deymiz. Hind kinolarini ko'rarkan demanglar, shunchaki yoshligimda shu ismlarni eshitib katta bo'lganman. Xo'p, demak biz requestni jo'natamiz. Connection ochdik, transaksiya oldik, ma'lumotni qo'shdik. Bizda ma'lumot bazaga qo'shildi dedi, lekin bizda exception va exceptionni biz handle qilish uchun rollback qildik va ma'lumotni 500
status kod orqali qaytardik. Ana endi hamma ordersni olamiz va bizda Amirxon degan mijoz bormi? Yo'q. Bizda unday mijoz yo'q. Ana endi kelinglar, mana shu yerda exception olib tashlab, qaytadan run qilamiz. Va endi bu yerda idni keyin o'zgartirib tashlaymiz. Id 5 dan boshlansin, order detail id esa mana bu esa 2 bo'lsin. Va Amirxon emas, ana endi yana kim bor? Salmonxon bormidi? To'g'risi boshqasi ham kelmayapti. Xo'p, endi bizda yana bir marta send qilamiz. Bizda transaksiya ochilgan, execute qildik, transaction commit qildik va bu yerda bizga 200 qaytardi. Execute qilsak, bizda Salmonxon ham bor va o'z navbatida uning order detail ham mavjud bo'lishi kerak. Tekshiramiz. Bizda bitta order bor. Juda yaxshi. Agar siz mana bu yerda transaction commit qilmasangiz, sizda xatolik o'tadi bu. Menimcha 100%. Keyin qaytadan run qilamiz. Va bu yerda id ni ham o'zgartiramiz. Bosh raqamini keyin 6 va bu yerda 2 emas 3. Send qilamiz. Qanday xatolik chiqardi? Biz transaction commit olib tashladik. Ma'lumot qo'shildi, created, lekin bizda xatolik bo'lishi kerak, chunki bu yerda dispose bo'lib ketyapti. Xatolik ko'rsatilmadi. 201, lekin bizning bazada saqlandimi? Chunki biz chaqirmagan edik. Xo'p, ism nima edi? Ism Salmonxon, faqat idsi 68 dan boshlanishi kerak. Ko'rib turganingizdek, commit chaqirmaganimizga rollback bo'lmadi va bu yerda id 5 dan boshlanyapti va qaytadan execute qilamiz, bir xil. Demak, transaction commit chaqirish bu shart. Endi keyingisi, ya'ni bizda ikkinchi usul ham bor, ya'ni bu usul connection orqali transaksiya yaratish emas, balki .NETning o'zining xususiyatidan kelib chiqib, ya'ni transaction scope degan narsa bor. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Buning uchun bizga mana bu transaksiya kerak emas. Xo'p, bitta yana using qilib ochamiz. Using qilib ochish juda ham muhim. Va aytamiz transaction va bu yerda new transaction scope. Ya'ni bu system transactionsdan keladi. Va bu yerda transaksiya ko'rsatishimiz shart emas. .NET o'zi aniqlab oladi qayerda qanday foydalanish kerakligi. Xo'p, endi transaksionni bu yerda complete qilamiz. Agar xatolik chiqsa-chi, xatolik chiqsa hech narsa qilmaymiz, chunki complete qilmasak, o'zi transaksiya dispose bo'layotgan paytda rollback qilib tashlaydi. Bu juda ham yaxshi. Demak, bu juda ham sodda, lekin bitta muammo transaction scope bilan, ya'ni siz bu yerda asinxron funksiya ishlatayotganingiz bois, transactionda transaction flow adashmasam async options.enabledni chaqirib qo'yishingiz kerak. Keyin bu yerda argument name async flow option. Buni chaqirmasangiz sizda xatolik amalga oshiradi, ya'ni bo'lmasa siz asinxron va sinxron metodlardan foydalanishingiz kerak. Bu nisbatan juda sodda, ko'rib turganlaringizdek. Shunchaki bitta transaksiya yaratasiz va o'sha transaksiya ichida, aynan ichida emas, transaction complete qilmagan har qanday operatsiyani bajarishingiz mumkin. Va eng muhimi, bu yerda hozir biz bitta database bilan connection olyapmiz, lekin siz bir nechta database bilan connection ochganingiz ham transaction scope eng alternativ, juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Ya'ni bitta database xatolik chiqsa, qolgan databasedagi hamma o'zgarishlarni olib tashlaydi. Hop, demak, buni ham run qilamiz. Demak, ismni yana kim qoldi bizda? Kimlar? Sardor deymiz. Yaxshi o'zbekcha ism keldi. Hop, demak 6 emas 7 dan boshlansin idsi va bu ham 4 dan boshlansin. Demak, execute qilamiz. Connection bor, yaratdik, transaction complete qildik va bizda ma'lumot bor. Agar mabodoga biz bu yerda exception otadigan bo'lsak, throw new exception deydigan bo'lsak, xuddi boyagi transaksiya bilan bir xil ishlaydi. Ana endi transaksiyada qanday qoidalarni bilishimiz kerak. Transaksiyada iloji boricha scope
mana bu narsani qisqaroq ishlang. Ya'ni bizning holatimizda bu juda ham yaxshi, lekin tranzaksiyani juda ham katta qilib yubormang. Ya'ni bu yerga millionta qatorli databazdan connection ochib bu narsadan qochish kerak. Ya'ni siz tranzaksiyani qanchalik katta yaratganingiz sari u databazda shunchalik qulflab qo'yadi. Lock statement degan narsa bor. Agar siz millionta ma'lumot yaratayotgan bo'lsangiz, u shuncha lock yaratadi va oxirida complete yoki save qilayotganda yoki rollback qilayotganda bu bazada nisbatan qotishlar, sekinlashishni amalga oshirishi mumkin. Shuning uchun tranzaksiyalar iloji boricha hamma joyda foydalanish shart emas, ya'ni bittalik komandada shart emas. Ma'lumot yo'qotish yoki bo'lmasa to'liq ma'lumot yaratilmaslik holatida iloji boricha o'sha tranzaksiyani kichikroq ishlash va foydalanish kerak. Demak, mana shunday qoidalar. Sizlar bilan keyingi darsda gaplashguncha, ko'rishguncha.